Bu g'ishtchalarning o'zi faqat pishgan keramika g'ishtlardan chiqadi. Assalomu alaykum azizlar. Ko'rib turganingizdek, Samarqand shahri Chortut mahallasigamiz. Ko'rib turganingizdek, akamiz fasad qismlariga mana shunaqa Turkmanistonning keramika g'ishtlaridan ishlatilgan va bugun sizlarga shu haqida obzor beramiz. Azizlar, g'ishtlarimiz narxlari haqida sizlarga obzor berishdan oldin kanalga bitta obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yinglar. Chunki sizlarning layklaringiz bizlarga uchun poddershka bo'ladi. Xo'p, g'ishtimizning razmeri haqida tushuntiradigan bo'lsam, balandligi 6,5, eni 6 sm, uzunligi 25 sm. Bu g'ishtimizni 05 NF deyiladi. 1 kvadratga bu g'ishtimizdan 52 tadan 54 tagacha ketadi shofiga qarab. Bu akamiz mana shu o'rtacha 08 shof qilib terilganlar. Ko'rib turganingiz juda ham chiroyli, bir xil ustalarning qo'li dard ko'rmasin, juda ham chiroyli tergan, tekis holatda va shofiga esa bizlardan shunaqa o'zimizni tayyor kladishni rastvorlarimiz bor. Mana shu seriya rangli kladishni rastvorimizning ishlatib mana shunaqa holatda terilgan. Fasad qismi juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rib turganingizdek, bu yerga mana shu atkoslarning oldidagi butunidan terilgan. Mana bu oldida yaqinroqdan olib keling. Ko'rib turganingizdek, mana bu g'ishtimiz butun g'isht. Bu atkoslarning oldiga mana shu chiroyli chiqish uchun, mana shu tepa qismlariga chiroyli chiqish uchun 12 li g'ishtdan terilgan va qolgan joylariga esa mana shunaqa yarimtalik g'ishtlarimizdan foydalangan akamiz. Xo'p, do'stlar, yana bitta narsani sizlarga e'tiboringizlarga qaratmoqchiman. Bu g'ishtimizning razmerini aytib o'tdim. Yana bitta narsasi, buni ichiga hech qanaqa pigmenti yo'q do'stlar. Ya'ni bu g'ishtlarning ichiga kraskasi yo'q, yillar davomida tursa ham rangini, o'z sifatini yo'qotmaydi. Mana shu sariq bir xil tip-tiniq qoladi. Shuning uchun do'stlar, ko'pchilik aytadi, aka g'ishtimizning ichiga kraskasi bormi dedi. Yo'q, haqiqiy pishgan keramika g'isht o'zi tabiiy tuproq rangi, hech qanaqa krasitillari yo'q. Bundan tashqari sariq rangidan tashqari qizil rangimiz ham bor. Uni ham ichiga hech qanaqa pigmenti yo'q, o'zini tabiiy rangi. Ko'rib turganingizdek, ustalarimiz mana shu deraza eshiklarini ozgina chiqartirib, mana bu tepa tomonlarini ham ko'rib tursangiz agar ozgina chiqartirib chiroyli qilib terishibdi, juda ham gap yo'q. Mana bu tepalariga esa plasterlar qilgan, P-obrazli, ya'ni mana bu hovlini boshiga ozgina chiqarib tergan. Bu yerda ham 12 lik g'isht, ajineniy g'isht ishlatilgan. Tepa qismiga ham ko'rib turganingizdek, ozgina chiqarib terilgan, plaster qilib va mana bunaqa deraza eshiklarining atrofini chiqarib tergan, plaster qilib. Bu esa fasadning ko'rkiga yana ko'rk qo'shyapti, yana shohona ko'rinishini nima qilib beryapti. Xo'p, azizlar, kattasini narxini aytaman, kichigini narxini. Bu hozir mana bu yarimtalik g'ishtimizning bir donasi hozir kunda 2400 so'm. Mana bunaqa 12 ligi esa 12 ga 6,5 25 ligimiz bir donasi 3500 so'm. Dastavkasi alohida bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha bu g'ishtlarni yetkazib beramiz. Yetkazib berish albatta alohida bo'ladi. Mana shunaqa fasadlaringizni anatonni chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz agar, albatta bizga murojaat qiling. Bizlardan mana shunaqa chiroyli g'ishtlardan beramizlar fasadlaringiz uchun. Mana shunaqa fasadlaringizga tersangiz agar, umid bor, chiroyli bo'lib turadi. Xo'p do'stlar, fasad g'ishtlari haqida, boshqa g'ishtlarimiz haqida yana to'liqroq ma'lumot bilish uchun bizlarning kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki yangidan yangi videolarni bizlar kanalimizga har kun joylashtirib boramiz. Mana shunaqa yangidan yangi fasonlar, g'ishtlar haqida bizlardan yangi ma'lumotlarni olasiz. Videoga обязательно bitta like bo'lib, do'stlaringizga yuborib qo'ying.